Ota-onangizning yuragini me'yorlashtiradigan uy hayvoni. Farzandlar o'z ishi bilan band, uy esa ba'zan sukunatga to'lib qoladi. Ana shunday paytda mushuk ota-onalar uchun kunlik hayotga iliqlik va quvonch olib kirish mumkin. Uyda mushuk boqish insonni tinchlantiradi, stressni kamaytiradi va ruhiy holatni barqarorlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mushuk bilan muloqot qilish qon bosimini tushirishga yordam beradi va yurak faoliyatini me'yorga keltiradi. Minnesota universiteti ma'lumotiga ko'ra, mushuk egalari orasida yurak xuruji xavfi ba'zi hollarda pastroq bo'lishi aniqlangan. Bu esa ayniqsa ota-onalar uchun foydalidir. Shuni ta'kidlash kerakki, uyda mushuk bo'lishi yurakni himoya qiluvchi yagona omil emas. Sog'lom turmush tarzi va boshqa omillar ham muhim rol o'ynaydi. Eslatma, bu ma'lumot ota-onasiga mushukchalik mehr bera olmaydiganlar uchun ko'proq taalluqlidir. Ota-onangizga mehr faqat sovg'a bilan cheklanmasin. Agar chin dildan iliqlik berishni istasangiz, ular bilan vaqt o'tkazing, gaplashing, quvonchingizni baham ko'ring. Sovg'alar ularni bir lahzaga quvontiradi, lekin sizning mehringiz ularning yuragida abadiy iz qoldiradi.